Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun biz mana pochtani chorrahasida turibmiz. Ko'rgan bo'lsangizlar, mana 2 etажga dom, tagi do'konlar. Qarshisida yangi dom 3 qavatli. Mana shu Fusunkor ko'chasiga joylashgan. Mana shu do'konni obzorini qilamiz, sotiqqa qo'yamiz. Mana shu 2 qavatli domni birinchi qavatidan mana shu ko'rib turgan bo'lsangizlar, Домашняя kuxnya deb yozilgan. Ana shu do'konimizni sotiqqa qo'yamiz. 55,5 kvadratdan iborat ichki qismi plus yonida kadastrga qo'shilgan, kiritilgan mana bunaqa yeri bor. 26 kvadratdan iborat. Bu joydan foydalansa bo'ladi, lekin qurilish qilib bo'lmaydi. Mana shu do'konimiz 55,5 kvadrat 26 kvadrat metrdan iborat bo'lgan foydali yer maydoni bor, foydalansa bo'ladigan. Hozir ichlarini ko'rsataman. Hozirda Домашняя kuxnya qilib oshxona qilib qo'yishgan. Oshxona qilib ishlagan. Hozir egasi chet elga chiqib ketgani uchun bekor turibdi. Shunga sotilyapti. Hozir ichlarini ham ko'rsataman. Do'konimizning ichki qismi 90% jihozlari qoladi. Agar oshxona biznes qilaman deganlar bo'lsa, 90% jihozlari qoldiriladi. Agar yo'q, ofis qilaman, boshqa narsa qilmoqchiman deganlar bo'lsa, uni ham kelishamiz. Oshxona uchun hamma sharoit qilib qo'yilgan. Endi ozgina qo'shimcha qilish mumkin qanaqadir. Mana bu tomonda kuxnyasi. Shu do'konimizni narxini 38 ming deyilyapti. Yana ham kelishadigan joyi bor. Like bosib, podpiska bosib, oshxona qidirib yurganlar bo'lsa, tashlab qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Nasib bo'lsa, bundan ham yaxshi joylarni qo'yib, sotuvga chiqarib boraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.